Mehmonga bordik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi ovqat va albatta oxirida desert. O'zbekchiligimizdagi aynan shu odatlar bizdagi eng katta muammo semizlikka olib keladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi ovqatni ustma-ust yeyishimiz oshqozonimiz kengayishiga sababchi bo'ladi va keyingi safar ham ovqatlanganligimizda oshqozon xuddi shu hajmda ovqat talab qiladi. Bu esa ortiqcha vaznga, ortiqcha yog'larga sababchi bo'ladi. Aynan shuning uchun ham qorin atrofida yog'lar tez yig'ila boshlaydi. Shuncha ovqatdan keyin yana ustiga dabavka qilib biz desert ham iste'mol qilamiz. Ovqatlardan keyin yeyilgan desert ovqat hazmini buzadi, ya'ni ovqat hazm bo'lmasdan chiriy boshlaydi. Bu esa ortiqcha shlaklar yig'ilishiga, organizmda toksinlar ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Semizligingizdan oson qutulish va to'g'ri ovqatlanish bo'yicha men 30 minutdan ortiq bepul darslik tayyorlaganman. Bu bepul darslikda qanaqa qilib to'g'ri ovqatlanishni odat tusiga kiritishimiz va osonlik bilan vazn tashlashimiz mumkinligi haqida to'liq tushunchaga ega bo'lasizlar. Bepul darslikni olish uchun esa kommentariyada 3 raqamini qoldiring.